mehribon inson, jonkuyar rahbar, oilasining haqiqiy ustuni, shogirdlarining talabchan ustozi edi. Qahramonimiz yurtga sadoqat bilan xizmat qilishni hayotining e'tiqodiga aylantira oldi. O'z kasbini ardoqlab yashagan bu inson hayot bo'lganida bu yil tabarruk 80 yoshni qarshi olgan bo'lardi. U kishi oliyjanob fazilatlarga ega bo'lgan inson edilar. U kishi juda ham tashkilotchi inson edi. U kishi bag'ri keng, saxiy, adolatparvar inson edi. Это наша легенда. Он был добрым, чутким, внимательным, заботливым. Qahramonimiz yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarida xizmat ko'rsatgan yurist general-mayor Ubaydulla Tojixonov. Uning bolaligi Sayram qishlog'ida o'tdi. Yaqinlarining xotirlashicha, u bolaligidanoq mehnatsevarligi, tirishqoqligi bilan tengdoshlaridan ajralib turardi. Uy ro'zg'or yumushlarida oila kattalariga hamisha ko'maklashardi. Shu bilan birga o'qishni ham kanda qilmasdi. O'rta maktabni tamomlagach, Toshkent o'rta maxsus militsiya maktabida, so'ngra Toshkent davlat universitetining yuridik fakultetida bilim olib, oliy ma'lumot egalladi. Ubaydulla Tojixonovning kasb yo'li mashaqqatlarga boy o'tdi. U tuman, shahar ichki ishlar organlarida xizmat qilib, leytenantlikdan general-mayor unvonigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Ayniqsa uning kasb faoliyatida sobiq Toshkent oliy militsiya maktabi, keyinchalik Ichki ishlar vazirligi akademiyasini boshqargan yillari alohida o'rin tutadi. U dastlab oliy maktabning ma'muriy huquq kafedrasida o'qituvchi sifatida tinglovchilarga saboq berdi. O'sha yillari sobiq ittifoq rahnamolarining millatimiz boshiga soldirgan tuhmat va qatag'onlari aksariyat ziyolilarimiz qatori Ubaydulla Tojixonovichni ham chetlab o'tmadi. Biroq ko'p o'tmay haqiqat qaror topdi. Umrining 3 yilini panjara ortida o'tkazgan Ubaydulla Tojixonov qaytadan oqlandi. Таджиханова Убайдуллу по статье 153, часть 2, через 17, 153, часть 2, 210, часть 1 УК Узбекской ССР в дате взятки, в пособничество во взятельство и в незаконном хранении огнестрельного оружия оправдать за отсутствием его действия состав преступления. Меру пресечения в отношении Таджиханова Убайдуллу отменит, из-под стражи его освободит немедленно в зале судебного заседания. Ben bakın bir taraftan so'ramoqchiman. Mana shu sizni qamalishingiz nimadan boshlandi? 19 yanvar 1986 yili Gidlian Ivanov ular qoshida shularning rahbarligida tuzilgan tergov gruppasi mana hibsga olish nimasiga qaroriga qo'l qo'yib turib, to'satdan shu leksiya o'qib turgan joyimda Toshkent oliy maktabidan olib kelishdi, qamashib qo'ydi. Mana shuni oqibatda ko'rib turibsizki, 3 yil 23 kun kerak bo'ldiki, shu o'zimni aybsiz ekanimni tasdiqlash uchun, shularga ko'rsatish uchun shuncha vaqt talab qildi kurash. Haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi deyshadi. Unvonlari va lavozimi tiklangan Ubaydulla Tojixonovich oliy maktabning O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston respublikalari ichki ishlar tizimi uchun oliy yuridik ma'lumotli xodimlarni tayyorlaydigan sirtqi fakultetiga rahbar etib tayinlangandilar. Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng 1992-yil Ubaydulla Tojixonovichni maktab boshlig'i lavozimiga tayinlashdi. Aynan oliy militsiya maktabining akademiya maqomini olishida munosib hissa qo'shgan Ubaydulla Tojixonovich keyinchalik o'quv dargohining ilmiy salohiyatini yuksaltirish, kadr tayyorlash salohiyatini oshirish borasida salmoqli ishlarni bajardi. Men rahmatli ustozim Ubaydulla Tojixonovni generalni juda ko'p uzoq yillardan 80-yillardan bilardim va bu insonga juda ham bir havas bilan qarardim haqiqatda ham. Bu odamdagi tirishqoqlik, bu odamdagi so'z boyligi, bu deylik shunaqangi bir deylik boshqaruv usullarini olib borishlari,
insonni o'ziga jalb qila olishlari jihatlari va ayniqsa mana akademiyada 92-yildan rahbar bo'lib ishlaganlaridan so'ng bu odamni deylik oliy militsiya maktabini qanaqangi bir eng respublikadagi rivojlangan bilim yurtiga aylantirgan Ubaydulla Tojixonov bo'ldiki, biz ularga tan bermasdan ilojimiz yo'q edi. U 12 yildan ortiq vaqt mobaynida o'quv maskanini samarali boshqardi. Bu davr ilm dargohi hayotida tub burilishlar yasagan yillar sifatida tarixda muhrlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'quv dargohi rahbari sifatida u kadrlar tayyorlash sifatini yanada oshirishga e'tibor qaratdi. Endi bu odamda bir xislat bor edi, bu odam uzoqni ko'ra bilardi. Bo'ladigan narsani ko'ra bilardi. Bir kun oldin yurardi. Bo'ladigan narsalardan bir kun oldin yurardi. Shunaqa xislatlari bor. G'ulomjon ertaga mashaqqat qolishi mumkin. Bu odamdan hayotda ancha narsa o'rgandim. Mana shu turishim, borim bir 70% shu odam. Haligacha ishlab o'tiraman. O'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish maqsadida o'quv maskanining moddiy-texnik bazasi kuchaytirildi. Yangi o'quv binolari, nazariy va amaliy mashg'ulot xonalari, sport komplekslari, turar joylari barpo etildi. Ulkan hajmdagi obodonlashtirish ishlari olib borildi. Xorijning turdosh oliy o'quv yurtlari bilan xalqaro hamkorlik aloqalari samarali yo'lga qo'yildi. Yana bir jihatni e'tirof etish kerak. Ubaydulla Tojixonovning tashabbus va faolligi bilan akademiyada ilmiy darajalar beruvchi, ilmiy va ixtisoslashtirilgan kengashlar faoliyati ish boshladi. Bu sa'y-harakatlar o'z samarasini ko'rsata boshladi. Qisqa fursatda o'quv dargohi respublikamizda ko'p jabhalarda yetakchi maskanlardan biriga aylandi. Uning o'zi O'zbekistonda huquqiy madaniyat nazariyasiga asos solgan olim sifatida o'nlab darslik va qo'llanmalar yaratdi. Bu izlanishlar keyinchalik akademiya ilmiy salohiyatni rivojlantirishni maqsad qilgan yosh tadqiqotchilar uchun muhim metodologik asos vazifasini o'tadi. Ubaydulla Tojixonovich umrining 50 yilini ichki ishlar xizmatiga bag'ishladi. Uning el u yurtimiz ravnaqi yo'lidagi xizmatlari davlatimizning munosib e'tirofiga sazovor bo'lgan. U O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist unvonlari, 2-darajali shon-sharaf va boshqa ordenlar, jamoat tartibini saqlashdagi a'lo xizmatlari uchun 1-, 2- va 3-darajali benuqson xizmati uchun mehnat faxriysi hamda boshqa ko'plab medallar va ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Ubaydulla akam avvalambor bu buyuk inson, buyuk o'zbek xalqining farzandi. Nima uchun desangiz, mana shu tom ma'noda o'sha oddiy oliy maktabdan akademiya maqomiga ko'targan shaxs bu professor Tojixonov bo'lib hisoblanadi. Bu akademiya degani oddiy maktabdan tubdan farq qiladi. Bu nafaqatgina masalan jangovar tayyorgarlik deysizmi, bu yerda ham o'quv, metodik, ilmiy, umuman akademiya tom ma'nodagi maqomiga aylantiriladi. Mana shu Ichki ishlar akademiyasi mustaqil O'zbekistondagi birinchi akademiya maqomini olgan akademiya shu Ichki ishlar vazirligi akademiyasi. Egniga xizmat libosini kiyib el yurt osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli kasbni zimmasiga olgan xodim borki, Ubaydulla Tojixonovning ezgu amallariga havas qiladi. Endi general mayor Tojixonov Ubaydulla akam to'g'risida gapirsam, juda ko'p gapirsa bo'ladi bu inson to'g'risida. Chunki bunaqa insonni umrimda 5 ta 6 ta ko'rgan bo'lsam, o'shalar ichida bittasi o'sha odam. Hech qachon buni xalq biz mana unutmaymiz. Joylar jannatda bo'lsin. Ubaydulla har doim bizni qalbimizda. Umri davomida yaxshi amallar, ezgu ishlar qilishdan sira charchamagan bu inson oilada sadoqatli umr yo'ldosh, farzandlarning g'amxo'r otasi, nevaralarning mehribon buvasi edi.
rahmatli judayam zo'r odam bo'lganlar. Men ularni faqat mana shu hech qachon yomon hollarini ko'rmaganman. Qachon qarasa kulib, xursand bo'lib yurardilar. Yoshligimdan yaxshi ko'rib, akademiyaga olib borib yurardilar. Eng ko'p ko'rishganda gapiradigan gaplar bor edi. Har doim o'qilaring, to'g'ri bo'llaring. Har doim mana shu narsani o'rgatardilar. Iloji boricha ko'proq o'qilaring, ko'p narsaga erishasanlar dedilar. Bizani ko'p o'qishimizni xohlaganlar odamlar. Halol bo'lishimizni xohlaganlar. Odam mana ko'p o'qitganlaridan mana chet elda Westminster o'qishlariga kirib, dunyoni boshqa shaharlarini ko'rib kelyapman. Odamlarni xizmatlari katta bo'lgan uchun turtki bo'lganlar. Nasihatlar. Men yana bitta narsa bilan g'ururlanaman. Hamma nevaralarning ichida oxirgi kunlarigacha birga bo'lish menga nasib qilgan. Oxirigacha birga bo'ldik deydi odamlar bilan. Men shunaqa insonning nabiralari bo'lganimdan g'ururlanaman. Rafiqasi Muborak aya bilan 3 o'g'il va 2 qizni voyaga yetkazib, kasbkorlik qilishdi. Ular bugun otalarining nurli hayot yo'lini davom ettirishmoqda. Aslida 80 yosh nevara-yu evaralar davrasida nuroniylikning shirin gashtini shukronalik aytib suradigan davr. Afsuski, hayot Ubaydulla akani erta oramizdan olib ketdi. Ammo bugun uni yaqindan tanigan bilgan insonlar, shogirdlari yu farzandlari borki, faqat va faqat yaxshilik bilan yodga olishmoqda. Avvalo birodarimiz ulug' zot edilar. Ubaydulla akam Tojiqonov biz doim birga edik. Mard, go'zal, bir oliyjanob san'atni yaxshi ko'radigan odam. Alloh u kishini ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Barcha do'stlari mana borlari, ularlari rizqlariga baraka bersin. Bola chaqalari u kishi o'ylagan darajadagi insonlar bo'lgan. Shu bola chaqalariga u kishida kishi ko'rmagan yaxshiliklarni Alloh ko'rsatsin. Sog'lik, salomatlik farzandlariga endi bersin. Avlodlariga bersin. Sog' bo'lsin. Demak, umringiz besamar ketmabdi. Jon kuyar ustoz.